Qish boshlandi, bizda Faberlic zima kremlari chiqishni boshladi. Zima kremlari boshqa kremlardan nima bizi bilan farq qiladi? Aynan zima kremlarimiz bizda mana shunaqa bachkovoylari bor va mana bunaqa kichkina flakonchalarda ham bor. Bu aynan qo'l uchun. Bunisi esa ham badanga, ham qo'lga, ham oyoqga, yuzga ham bo'ladi. O'sha uchun katta qilib bachkovoy qilib chiqargan. Yana bitta zo'r tomoni 6% shi maslasi bor ichida. Keyin yana buni bitta foydali tomonini aytaman sizga. Aynan Faberlic zima kremlari qish paytida surganingizda qo'lingizni, oyog'ingizni qizdiradi. Misol uchun ko'chaga chiqib ketayotganingizda sovuqda oyoq qo'li muzlab qoladigan bolajonlarga, yoshi katta onaxonlar, otaxonlarga va o'zingiz ham yokida bozorda ishlaydigan bo'lsangiz agar bozorda turganingizda qo'l oyoqlaringiz muzlab qoladi. Ayniqsa barmoqlarning uchi muzlab qoladi. Tavsiya qilaman shunaqa joyda ishlaydigan qizlarimizga aynan zima naborlarimizni agar olsanglar sizni qo'llaringizni qizdirib turadi va sovuqdan himoya qiladi. Yorilib ketishini oldini oladi. Tavsiya qilaman, olinglar, bitta bachkovoy krem butun oilaga yetadi.